Bor ekan, yo'q ekan, go'zal bir malika bor ekan. Afsuski u yovuz kuchlar jodusining qurboniga aylanibdi. Uni faqat muhabbatning birinchi bo'sasi xolos yetishi mumkin ekan. Malika dahshatli ajdarho qo'rqlab kelgan qal'ada tutqunlikda yashar ekan. Son saroqsiz bahodirlar uni qutqarishga urinib kelishdi. Biroq ularning hammasi halok bo'ldi. Pirovardida malika o'sha xaloskor muhabbatning ilk bo'sasini kutib, hamon ajdarho qo'rqlab turgan eng baland minorada kun kechirar ekan. Katta bir sirkda Bonifats ismli sher yashardi. U juda aqlli, farosatli bo'lib, unga bir narsani ikki qayta tushuntirib o'tirishning hojati yo'q edi. Bonifatsni sirkda hamma, hatto direktor ham juda yaxshi ko'rardi. U Bonifatsni turgan bitgani iste'dod deb bot-bot takrorlardi. Sirk direktori Bonifatsni tez-tez sayrga olib chiqib, uni banan bilan siylardi. Chunki banan Bonifatsning joni dili edi. Qadim zamonda Angliya qiroli Richard muqaddas yer uchun salb yurishga jo'nab ketganida, taxtni ziqna va makkor shahzoda Jon egalladi. Ayni shu paytda muruvvatli Robin Hood paydo bo'ldi. U do'stlari bilan Sherwood o'rmonida yashirinib, boylarni talab, kambag'allarga yordam berardi. O'shandan buyon Robin Hood haqida ko'plab turli tuman rivoyatlar paydo bo'ldi. Bizda hayvonot olamida ham Robin Hood haqida afsona bor. Adel urug'idan bo'lgan pingvinlar butun qish olis shimoliy dengizda yashaydilar. Lekin Antarktidada bahor boshlanishi bilan ular o'z uylariga qaytadilar. Bu qadrdon yurtga birinchi bo'lib pingvin dadalar qaytadilar. Bu yerda ular in quradilar, tuxum bosib yotadilar, so'ng tuxumdan chiqqan pingvinchalarni parvarish qiladilar. Yetib oyi kuni ham qo'chqorday tetik bardam o'g'il ko'rdi kelinchak. Xuddi ona burgutdek chaqaloqqa parvona girgitton bo'lur ona. Bajarib o'z va'dasin shod qilay deb dadasin jo'natdi chopar shukun shohga suyunchi uchun. To'quvchi va oshpaz qiz babari xayyalmag'iz singildan o'ch olmoqchi, chopar yo'lin to'smoqchi. Bu qiziq voqea shunday boshlandi. Hech narsaga arzimaydigan eski tegirmon xo'jayini dunyodan ko'z yumdi. Uni 3 o'g'li bo'lib, otalaridan qolgan merosni bo'lishib olishmoqchi bo'lishibdi. To'ng'ich o'g'ilga tegirmon tegibdi. Chunki u otasini kasbini egallagandi. O'rtanchi o'g'ilga eshak tegibdi. Kenja o'g'ilga esa bor yo'g'i mushuk. Ha, mushuk. Ota shuni vasiyat qilgandi. Bundan 2000 yil oldin, hatto ba'zi manbalarda undan-da ko'proq yil oldin Rim imperatori Sezar Galiya zaminiga kelib o'zini ta'biri bilan aytganda, keldim, ko'rdim, oldim deya Galiya xalqini birin-ketin bo'ysundirdi. O'sha davr urf-odatiga ko'ra mag'lub etilgan dushman aslahalari hukmdor poyiga tashlanishi kerak edi. Biz Sezar Galiyani bosib olganini inkor etmaymiz albatta. Sababi bunga tarixiy asoslar bor. Lekin bo'ysunmagan gallar qishlog'i hamon Sezarga katta muammo bo'layotgan edi. Sizga so'zlab bermoqchi bo'lganim bu voqea preriyaning ko'hna zaminida bo'lib o'tgan. Ajdodlarimning aytishlaricha, juda qadim zamonlardan beri bu betakror hadsiz kengliklar yovvoyi g'arb deb atalsa ham, undagi jamiki jonzotlar erkin va osoyishta yashar ekanlar. Men ham yovvoyi g'arb deb atalmish ana shu ko'hna zaminda dunyoga keldim. Ko'z ochib ko'rganim bu go'zal go'sha poyonsiz edi. Uning sarhadlari go'yo osmon bilan yerni tutashtirib turganga o'xshardi. Bu voqea qadim zamonda yer yuzida mamontlar hukmronlik qilgan davrlarda sodir bo'lgan edi. Bu hikoya aslida men va aka-ukam haqida.
U vaqtlarda biz hali juda yosh edik. Bizga kattalar dunyo ajoyibotlarga to'la. Hammasining asosiy manbai esa nurlari ko'kda lovullagan olovdir deb uqtirishardi. Qabilamizning ona shamani, olovni ajdodlarimizning ruhi. U yer yuzidagi hamma narsani o'zgartira olishga qodir der edi. O'shanda 1925-yilning qahraton qishi edi. To'xtovsiz qor yog'ardi. U yerlarda yagona transport vositasi it qo'shilgan chana edi. Har yili bir marta eng yaxshi it qo'shilgan chanani aniqlash uchun musobaqalar o'tkazilardi. Hech kimga shafqat qilinmasdi. Nom Alaska. U mitti shaharcha bo'lib, dunyoning eng sovuq chekkasi. Uni ovloq joy desa bo'ladi. Bu hikoya mening o'limim haqida. Xavotirlamang, rostini aytsam, kulgili voqea bu. Aslini olganda, gap men haqimda bormaydi. Rapunzel ismli bir qiz haqidagi hikoya bu. Hammasi tong otishi bilan boshlangandi. Xullas, qadim zamonda samodan bir qatra quyosh nuri yerga tushibdi. Ana shu qatradan sehrli oltin gul o'sib chiqibdi. Uning mo'jizakor xislati, bemorlarni davolash xususiyati bor ekan. Janob Roganyu juda xasis va toshbag'ir odam bo'lib, kambag'allarga zulm qilgan ekan. Agar u qasrdan chiqqudek bo'lsa, butun qishloq xuddi qabristondek sukka tolar ekan. Bolalar kravat tagiga berkinishar ekan, dehqonlar bo'lsa, eshik derazalarni berkitib olishar ekan. Faqat Bernik hech narsadan qo'rqmas ekan. U tulkiday ayyor va juda quvnoq odam ekan. Uni xotini va 3 ta bolasi bo'lib, hech narsadan zoriqmas ekan. Janobni man etganiga qaramay, qorong'i tushgan paytda u o'rmondan o'tin yig'ib kelar ekan. Bugun men sizlarga mushkechorlar haqidagi hikoyani gapirib bermoqchiman. Bu meni sevimli ertagim. Rasmlarni ko'pligini qarang, qo'shiqlarni aytmaysizmi, jonu dilim? Voqealarning rivoji Kanavadada boshlanadi. Bechora Miki, Donald va Goofy yosh bo'lishiga qaramay, yashash uchun kurashardi. Yordam beringlar, kim bo'lsa ham, mana bu go'daklarning hayotini asrab qoling. Iltimos, yordam bering. Qani kim?